Voy billahi yomon kun isib ketdi. Bor hozir miyam qaynab ketadi. Yo, oltin! Wow, oltin! Jo'xa, tur, nima bo'ldi senga? Tur dedim, tur. Boshim nima deyotganim hozir kun isib ketdi deyotganmidim. Quyosh qani? Quyoshni men bir ko'r. Yo, qizib ketyapman. Tur, nima bo'ldi? Nimamda yiqilib qolding hozir? Hozir eslolay aytgancha mana yerda oltin ko'rgandim. Yo, shuncha oltin ha. Tur endi bo'ldi. Oy, hozir. Yo'q, shuncha oltin, umrimda buncha oltin ko'rmaganman. Yo, kun battar qizdiryapti, oltin battar qizdiryapti boru. Hozir men yomon boshimni olib ketyapti. Hozir yana boshlaydim. Va, shuncha oltin ha. Boshqa narsani o'ylab topmasam bo'lmaydi. Meni chaqirib kelay yaxshisi. Janob mer, Jo'xa yotibdi. Nima sababdan yotibdi? Oltinni ko'rgan ekan, o'shani ko'rib qolib yotibdi-da xullas. Tezlash yo'lda ko'raylik. Mana yuring, tezroq yuring. Mana kutib tur endi mani. Mana kutib turibman-ku, siz tezroq yursangiz bo'lmaydimi? Poyga yuribsan, yur tez. Ha, sen tezroq yur endi. Kutib turing. Xullas, sekin poylaymiz. Nima bo'layotganini voqeani ko'ramiz. Yur tez. Mana. Jo'xa, tur endi. Senga o'z oltinni ko'rsatmaslik kerak edi. Hozir janob mer, assalomu alaykum. Bu yerda yana oltin bor ekanmi? Yo, shuncha oltin buni ustiga kunvatlar qizdiryapti. Miyalarim aylanib ketyapti. Yo, shuncha oltin. Men boyman. Biror narsa o'ylab topmasak bo'lmaydi. Xullas bu oltinlarni yo'qotmasak bo'lmaydi. Mayli, yo'qotaman. Qayerga yo'qotib kelay? O'rmongami yoki birorta uyni ostiga qo'yib qo'ysam? Mayli, uyni ostiga qo'yib qo'yaman. Unda men ketdim. Yaxshi. Qaysi uyni ostiga qo'ysam ekan, Bu kompyuterxona bo'lmaydi. Kompyuterxonadan 1 sekundda topishim mumkin. Uyning yonida turibdi. Aytgancha eski uycha bor-ku. Ana shu eski uychaning ichiga solib qo'ysam, turaveradi, hech kim ko'rmaydi menimcha. Topdim. Baribir topolmasa kerak mana shu yerdan. Yoki topadimi? O'rmondan bo'lmaydi. Anaqada mana shu uychaning ichiga solib qo'yish kerak. Tak, bu yerlarni olamiz. Tak, shu yerda tursin, keyin olib ketaman. Birorta jitel agar sotib qo'ymasa agar, bu yerdan umuman topolmasa kerak, chunki bu yerda o'zi hech kim bilmaydi hamda Jo'xani qayerdan xayoliga keladi bu narsa. Shuning uchun bo'ldi. Jo'xadan bir xabar olayinchi, o'zi issiqqa qolib ketmaganmikan, eshikni yopib qo'yayinchi. Qaysar farosatsiz ochib ketgan ekan. Jak, yaxshimisan, tinchmisan? Men hozir 1 minut. Men oltinlarim bordi, hozir oltinlarimni topib olay 1 minut. Oltinlarim yo'qolibdi, qani oltinlarim? Bilmayman, men qayerdan bilay? Sen bilasan, sen kelganding yo'limga. Oltinlarim qani meni boyligim qani, men boyib ketgandim. Nahotki oltinlarim yo'qolib qoldi. Qidirib topolmasak, u yaxshi bo'lardi. Agar topsam ham bo'lar. Janob mer, bu qidirishni boshladi Jo'xa. Qidirsa o'ziga kelib qoladi. Yaxshi shunda ost-osta ortdan boraveray. Agar biror narsa bo'lib qolarmikan, har bir uyni tekshirsa agar aniqdan topib qoladi. Lekin o'sha uyni tekshirmasa kerak. U eskirib yotibdi-ku, katta ehtimol bilan tekshiraversinchi, sekin kuzatib boraverayın. Biror narsa bo'lib qoladi. U mayda uyni tekshiryapti. Ahmoq. Mayli, tekshiraversin. Baribir topolmasa kerak. Endi u uyga bormasin, nima bo'lsa ham ish qilib. Yaxshi. Yon taraflarni tekshiryapti, ajoyib. Lekin hali ham topgan yo'q. Topolmaydi ham, menimcha bu topish ehtimoli juda kam, chunki deganda o'zi eski uy-ku, birorta jitellar o'g'irlagan deb o'ylayapti. Topolmaslik kerak. Merni xotinining uyiga kirib ketdimi? U o'g'irlamagan-ku. Menimcha bir gap bor. Qidiraversin baribir. Men o'zim yashirganman-ku. Biror narsa bo'lib qolsa ham tez yordamni chaqiraman. Tez yordamga agar tez yordam kerak bo'lib qolsa agar juda yomon bo'ladi. Tak. Bexlarni tekshiraversin. Bexlarda hech narsa yo'q-ku, juda ham vahimali narsa yo'q. Meni o'g'irladimi deyaptimikan? Tak. Tekshiraversin. Baribir topolmaydi. Sekin kuzatib boraverayın. Agar men sezib qolsa, uyiga qarab ketyapti, baribir topolmaydi endi. Oltinlarimni yo'qotib qo'ydim. Sen o'g'irlagansan. Aniq, chunki sendan boshqa hech kim ko'rmagandi oltinlarimni. Hamma uylarni tekshirib chiqding-ku, men o'g'irlaganim yo'q. Yo'q, o'g'irlagansan. Bo'lmasa qayerga ketdi? Xotinim o'g'irlamagandir. Yo'q, bilmadim. Men qayerdan bilay? Men o'g'irlayman men oltiningni. Bilmayman. Men jitil o'g'irladim ekan.
bilmadim, xullas borib tezroq aniqlashtiranchi. Agar bilib qolsa, agar juda yomon bo'ladi, janob mer. Mana oldingizga boryapman. Jo'xa bilaydiganga o'xshayapti cho'ta. Qidirib ko'rdimi? Ha, qidirib ko'rdi, lekin topolmadi. Kel oldimga tezroq. Mana keldim, janob mer. Короче, qarang, ulardan so'rab chiqdi. Har bir jitellarni uyini tekshirdi. Meni ham uyimni tekshirdi, lekin topolmadi. Xullas nima qilay? Ortda kuzatib tur. Yaxshi, unda mayli, kuzatib tursam kuzatib turaveraman, lekin agar topib bo'ladigan bo'lsa juda yomon bo'lar. Ha, mayli, 103 ga telefon qilib boraman. Jo'xami? Jiteldan so'rayaptimi? What the? Aytdi, la'nati jitel. Voy, yaramas. Bu yoqqa oldimga kel. Tutolmaysa kel. Ha, yaramas. Endi yomon bo'ladimi deyman-da. Tezroq bormasam bo'lmayapti. Chunki deganda hozir hushdan ketib qolsa, voy, yomon bo'ladi menimcha. Voy, ulgura olmadimmi deyman. Yana shu ahvol. Endi bir chorasini ko'rish kerak. 103 ga telefon qilish kerak. 103 ni chaqirish kerakmi? Mana u la'nati jin ursin. Shu yo'lning oldiga turgani yomon bo'ldi. Alo, doktor, eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Nima deb telefon qilyapsan? 100-qishloqqa keling, Jo'xani mazasi qo'shdi. Bara boryapman. Imkon qadar tezroq borishga harakat qilaman. Yaxshi, unda tezroq kelsa bo'lmaydimi endi? Kelib qoldim ekan, telefon qilayinchi. Alo, keldingizmi? Ha, mana keldim, kutib turgan, mana ko'rgin. Yaxshi, kelyapti, ajoyib. Tezroq kelsa bo'lmaydimi? Tezroq keling. Mana kelyapman. Yaxshi, mana Jo'xani mazasi qo'shdi. Nima qilamiz? Gigachatni chaqirib kel tezroq. Mana tezroq borib kelayinchi, nima qiladi u? Ko'tarib uyga yetadi, nima qiladi? Keyin uyga davolayman. Mayli, hozir borib chaqirib kelaman. O'zi shexda bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yoki qidirib yuramanmikan? Sherda bo'lsa kerak. Gigachatning raqami ham yo'q. Janob mer, gigachatning raqamini bilmaysizmi? Men qayerdan bilaman? Ha, mayli, unda qidirib ko'rayinchi, agar sherda bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Ha, mana gigachat, yur, menga yordam kerak ekan. Ha, eshitdim, yur tez unda. Mana yur tezroq. Ha, u mana o'tib ketdimi? Ha, tezroq yurmaysanmi? O'zi Jo'xa san tanishing-ku. Ha, mana yuguryapman, yetolmayapman. Yomon tez kirib ketdi-ku. Ha, mana sekingina olish kerak. Ha, ketdik. Yur endi tezroq. Olib borib xonasiga joylashtiray. Eshikni yopib olasanmi? Yopolmadim-ku. Mayli, yopdi. O'zi yaxshi. Endi borib bu oltinlarni uyning oldiga qoldirmasam, yana oltinlarni qidiraman deb o'lib qolmasa yaxshi bo'ladi. Tezroq borishim kerak. U qochib ketdi-ku. Nima bunday tez yuguryapti? Voy, yaramas deyishim o'zi netoda, chunki deganda o'zi u aytayotgani yaxshi bo'lyapti. Men ko'tara olmasdim, Jo'xani yaxshi. Tezroq eshikni yopib qo'yaylik. Yopma, ketaman hozir. Ha, qo'ydingmi? Ha, qo'ydim. Endi yaxshilab qaragin-da. Ha, rahmat, lekin arzimaydi. Men ketdim, joyim sovib qoldi. Ha, o'zi hamma o'zi bilan o'zi ovora. Buni yaxshi qilasizmi? Ha, imkon qadar yaxshi qilaman. Bu ko'chaga chiqmaslik kerak. Oltinni olib keldingmi? Ha, olib keldim. Ketdim, endi men bilan bir suhbatlashayinchi, yaxshi bo'lib qolar endi. Eshik nima yopilmayapti? Eshikni aytgancha, mana boyliklar qolib ketgan ekan-ku. Bu boyliklarni joylashtiramiz. Endi men oldiga borsam ham bo'laveradi. Ajoyib, nima bunday eshik yopilmaydi? Nima bo'lyapti eshiklarga? Nimadir netobda. Xullas, buzilib qolgan bo'lsa kerak. Taxminan bu endi buzilib qolganmi yoki qarg'ish deganmi? Janob mer, joylashtirdim Jo'xani. Ha, yaxshi qilibsan, kel. Unda mana hozir boryapman. Eshikni yopib qo'yamiz. Janob mer, xullas joylashtirdim. Qarayapti. Ha, unda polizaklarni yig'ishtirib berdingmi? Yo'q, mana hozir. Borib yig'ishtirib kelganda. Ha, mayli. Unday aytish endi shart emasdi. O'zim ham yig'ishtirib kelaman deb turgandim o'zi. Shu uchun keldim. O'zi bekor vaqtim bordi, shuning uchun yig'ishtiraman deb kelgandim. Nima qilib aytyapti-da janob meram. Ha, mayli, endi yig'ishtirib berish kerak. Tezlashib yig'ishtirib bersam uyimga borib dam olardim-mikan? Ajoyib. Bu yerga kartoshkalar kerak yo'q. Chunki qizil kitobga kiritilgan bo'lib qolibdi-da, chunki xullas yo'q kartoshkalar umuman.
Aytgancha, ana nima bo'ldi ana chet el? Sandan so'rash kerak o'zi. Qochib ketibdi deb eshitdim. Qayerga qochib ketadi? Boshini olib 100 qishloqdan 98 ga qochganmi, 97 gami qayergadir qochib ketibdi. Ha, shu yaramasini ushlab olsam bor-ku, o'ldirardim. Uyga kirsam bo'laverami? Hakar, Qochib tursang bo'ladi-ku, kirardim. Galim aralashdan, mayli endi salgina dam olib olay, keyin bunisini chiqaraman.